Assalomu alaykum va rahmatulloh. Madina Munawwara. İnşallah hozir Masjid Nabaviyning ikkinchi etaji tom qismiga chiqamiz birgalikda. اول ما تصلي يعني مثلا تصلي ب 29 يجي جنبها 2 درجه صلي ب 29 ان شاء الله. Ana bu ko'rib turganlaringiz salom eshigi. Payg'ambarimizga birinchi kelganda shu eshikdan kirib salom beriladi. Eshiklarda mo'ljallab qo'ygan raqamlar. 4-chi, 3-chi, 2-chi qilib biz 4-eshikdan kirdik. Bismillah. Ana kirganimiz yo'q. Anaqa oyoq kiyim qo'yadigan joylar bo'ladi. Imkon boricha o'zlaring bilan shunaqangi ryukzak so'mcha olib yursalaringiz qulay bo'ladi. O'zlaringizga kerakli narsalar solasizlar keyin. Bunaqa oyoq kiyimlarda bitta joyga tashlab ketmaysizlar. Shunday so'mkalaringizni solib paketga o'rab masjid ichiga kirib ketaverasizlar. Keyin istalgan eshikdan bemalol chiqaverasizlar. Ko'pchilik shunga e'tibor bermasdan har xil holatga duch keladi. Mana Masjid Nabaviyda Zamzam suv faqat masjidning ichida va tashqarisida shunaqangi idishlarda bo'ladi. Xo'p, muzdek, sovug'i ular bo'ladi. Mana not gold degani issiq suv degani. Issiq hamki ichadigan bitta ichganingizda tomog'ingiz og'rimasdan ko'pchilik kelganda birdaniga sovuq suv ichadi, shu bilan tomoq og'rib yuraveradi, qiynaladi. Zamzam suv inshaalloh shu videoda ko'rib turganlar tez kunlarda Madina Munawvaraga kelib kurishgani o'ygandan keyin shu joyga tashlab berasizlar. Faqat bir marta ishlatiladi xolos. Masjidning e'tibor bersalaringiz, ustunlari bu tomoniga ham bir xil, bu tomoniga ham bir xil, bu tomoniga ham bir. To'ralar tomoni ham bir xil shaklda. Konditsionerlar sovutib turadi. Qur'on o'qimoqchi bo'lganlar shunaqa stullar tagida Qur'on bo'ladi. Istalgan vaqtda kelib o'qib ketsangiz bo'ladi. Mana ular ham har xil millatdan, har xil joydan kelganlar uchun dars beradi. Mana Zamzam suvlarida bo'shaganni almashtirib, o'rniga yangi qo'yib ketadi. Mana ko'pchilik o'tirgani sajdada qiynalaman desa, yosh kattalar uchun shunaqangi stollar qo'yilgan. Stollar qo'yilgan. Mana shunda ochib turib, o'tirib
namoz o'qib bo'lgandan keyin xuddi shunaqa joylar bo'ladi. Kelib joylashtirib ketsangiz bo'laveradi. Ko'pchilik yosh kattalar oyoq og'riydi, sajda qilayotganda har xil holat bo'ladi. Konditsioner ham shunaqa qilsangiz muzdek havo bo'ladi. Buni ovozi payg'ambarimiz yotgan joylariga shov qo'shsin, qilmasin degan holatda Masjid Nabaviydan eng kamida 5 kilometr tashqarida deyishadi. Videoda qanaqadir xatolik ketayotgan bo'lsa, kommentariyga qoldirib yozib ketsalar xursand bo'lardik. Shunaqangi ishchilar mumkin bo'lsa har 5 minutda, har 10 minutda tozalab turadi. Mana o'z bilan birga so'mka olsangiz, shunaqa qilib ko'tarib yurmay, so'mkangizga solib qo'yasiz. Istalgan eshikdan chiqib ketaverasiz. Tahoratxona qatta qilaman deganlar uchun erkak va ayollarga shunaqangi joy qilib qo'ygan. Men's degani hozir inglizcha tushunganlar uchun erkaklar uchun tahoratxona. Mana shu eshikdan tasdiqqa tushsalaringiz ham bo'ladi. Keyin bu chap qo'lda ikki tomonida bo'ladi, ikki yonida ham bo'ladi. Inshaalloh videomiz hozirroq bo'lsa ham manfaatli bo'lgan bo'lsa, izoh bildirib like bosib qo'yasizlar. Bu videoni yaqin orada Madinaga, Makkaga kelaman deganlar uchun yuborib qo'yasizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.